Rast yalgan maymunşah vaqasida bu ikkisining rast yalganligini Amitabh Buddhadan belek faqat birlardan bilardi. Kim u? Yamarajaning qishidagi Diting. Undaqda bu Diting zoti kim u? U kimning shogirdi? U Amitabh bilan tang o'rin turadigan shundaq bir yomon kishimi? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni guvanjo qilib davomini anglang. Biz ko'rgan televiziya teatri qarsak, bu Ditingning chiqadigan yeri nihoyat qisqa bir öhö deb o'qchi o'tib ketadi. Guvanjo asli kitob qarsakmi, bu Diting to'g'ri so'zlangan mazmun nihoyat oz. Biroq nurg'unlab bu mazmun qiziqdi. Bulubmi kuchalik bir filmning 13 yoshli qizi bunga nihoyat qiziqib qopti-da. Bu dada mening so'zgan g'arib sayohat, sango qatorliq hikoyalarimni bu balısım deb berdi. O'ylab beqing hozirgi yangi cho'ng'ayotgan kichik bolalarga nisbatan g'arib sayohatni ancha vaqt bilib ketmaydi. 2010dan keyingi bolalar shundaqmi? Bularning ko'pinchisi Xiangyang, Guangdouchan qatorliqlarni ko'rdi. Albatta bu mening ham shu dadasining bir ta'siri bilan bu bola nihoyat qiziqqanda buningga. Hamda mushada tunugi mening o'yin bo'lgan bir qiziqishni qistirib o'tib ketgim kelib qoldi. Qizimni yoshligidan achiqib bo'lgandan keyin bu bir do'stlar bilan achiqmanda bu uyga. Bu ikkisi uyda o'yinchak har xil o'yinlarni o'ynaydi. Tunugin qarsam nima o'ynab etibdi desanglar, mening o'sha kitoblarimning hammasini ko'tirib achiqib, ikkisi kitob setib o'ynab etibdi. Shunda xo'sh bo'ldim eliq manzarini ko'rib, bolalar tarbiyasiga ota-onalarning amaliy harakati bevosita o'stir ko'rsatdi. Eng yaxshi tarbiya amaliy harakat degan gapni haqiqiy bir his qildimda, men kitob bilan shug'ullanib ekanman. Shu 4 yoshli qizimmi kitobni setib o'ynaydigan bir kitobga qiziqadigan bir odam bo'lib kichigidan tortib, intayin suyundim o'zimning bu kasbidan. Bo'ldi endi naq gap keldi. Diting zot kim u? U kimning shogirdi? Material qarab izlanib baqsam bu Diting Disang Pusaninki shogirdi yoki shuning o'ltirdigan bir kursi. Buni bir oxranlik chilin ejderha nasli deydi. Buning beshi va quyrug'i ejderodek. Badani shirtanlik. Eliq shir o'ynaydiganlar qarsak, ba'zilari ejderoni, ba'zilari shirni qildi. Naq shu. Ameliyat bumu şu ejderha neslining bir xil shakliga. Bir kuni bir yomg'irlik kechida o'lib qolay degan bir oq baychonni bu yerga Disang Pusa ko'rib qilib, buni qo'yniga qisib uyga akitdi. Buni o'zining ermak hayvoni qatorida billa beqib, yendan ayirmay yuruydi. Keyin bu Disang Pusaning shogirdidek buningki nomayatlarini tan o'rganib, buning ishidan yaxshi o'rganib mangdi. Bu ikkisi birlikte Jihuashan yeni maşu Fojiaotki 4 muqaddas tağının birisida 75 yil ibodat qilgan deydi. Disang Pusa 99 yoshga kirganda olamdan o'tdi. Bu yer Diting shuning qishida ilg'isi qarab bankini olib qo'ydigan shirvag'u naq ashuningdek holatda bu Disang Pusa o'lib ketgandan keyin buning bilan shunda qarab tug'an deydi. Hamda mushar bir gapni qistirib o'tibday, avliyolarning hammasi menga o'lmay qayirmamdi deganda mushuningda his qilgansizlar navad bular Changshin bulayoni mesela Renshengoni eskirda yaxni yayliq shaptini ya tansın güçünü yemisa, bular Pusa bo'lgan taqdirdimi qerib o'lib ketadi. Endi bu Ditingning beshi shirtallik bo'lgandan so'ng beshida bir oq munguz bor deydi. Bu munguz undaq hujum qiladigan munguz emas, balki radarga o'xshash atrofidagi narsalarni his qila oladigan bu avliyomi, alvostimi, o'g'rimi, qaraqchimi, rostga qotamda yolg'on gaplarni mushlarni tuyg'un his qilib bilalaydigan bir alayda iqtidorga ega deydi. Keyin bu Disang Pusa o'lgandan keyin buni yendan ayrilmay Yamarajaning qishqini bilgi bo'lgan. Kim bu yer buni alayda bir iqtidori, o'zining panparasti bog'lig'ini bilib, bu yerda yendi ep qilib birga ishlagan. Hamda asarga qarsak, har qanday bir avliyo amdiyalarning o'ziga xos bo'lgan bir alayda mahoratlari bor. Shundaymi? Sunukungmi har qanday bir alvast quyilgan vaqtda hammasini bir avliyo ujuqtirib bermaydi. Har bir mushkulotni yangalaydigan, o'zining alayda iqtidoriga mos keladigan bir avliyo kelib, yoki bir angishdan aklib buni hal qilib turdi. Hamda demakchi bu yerda Ditingning boshqa jihatda alayda mahorat yo'q. Biroq shunda rost bilan yolg'onni, yaxshi bilan yomonni, alvast bilan ayrishdiki alaydiligi o'xshamaydi. Shuning uchun bu yer Yamarajaning qishida ishlagan. Navod unda bo'lmasa o'ylab beqinglar, bu Yamarajaning oldiga kunda 400 odam o'lib kagil tursa, bu hammasini qachon so'raq ulgurib puldi, shunami? Bu yerki Diting naq mushularni rostga qotamdi, yolg'onmi, yaxshimi, eskimi, salbiymi, ijobiymi deganni ayirib, esa o'ng'imangdi, so'lg'imangdi o'lgandan keyin. Tushundinglarmi nima demoqchi o'g'limni? Endi yeni biri bayağı dedim bu Disang Pusa'nın şagirdi deb. Endi Disang Pusa rulaygan fozu uning üstü turdu. Bu tehi Pusa, endi bu Pusa'nın şagirdi bo'lgan keyin albatta boshqa marajatda rulaydan tang turganga noit jiroq bu. Undaqda bu yerga rast yalgan maymunshah vaqasida Diting qaysining rast, qaysining olti quloq makaka maymun ekanligini bilib turib, nimish oshkorlamaydi. Navot oshkorlab qo'ygan bo'lsa, qandoq bo'ldi sizlarcha?
Pinnunchuga beraber o'zining mahsulot yoki mulozimat va yoki o'zining do'kon oshxonalariniki tashviqotini qilishda hamkorlashsak bo'ldi deydiganlar men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Sizin qilinglar yoki undidar, endi shu qodi kitob deganni pinch yazsanglar chiqdi. Rahmat.